Assalomu alaykum. Bugun biz yangi kelgan tovarimizdan to'qish o'rgatamiz. Buning ichida sintefonlari, ko'zlari, krючок, mina, bulavkalar hamma narsasi bor. Ichida bunaqa kitobchalar chiqadi. Ichida hamma qanaqa qilishlar, mana har bir detallarni alohida ko'rsatilgan. Hozir mana shu varashkamizni to'qiymiz. Buning ichida ham hamma sxemalari bor. Mana qanaqa boshlanishi, keyin mana bitta sxemani qanaqa qilish. Hattoki ingliz tilini bilmasak ham shunda yozilganini tushunib olish mumkin. Men qiziqqanimdan oldin to'qib qo'ydim buni. Juda iplari qo'lingizga yoqadigan, juda yoqimli ip ekan. Men amigurumi qilmayman, 3 ta воздушный petlab olaman va ikkinchisiga beznaket qilaman 6 ta. Endi bu yerda bizning sxemamiz bo'yicha varashkani qilish uchun orqa petladan olamiz. Har bittasiga ikkitadan kirib chiqamiz. Mana sxemasida qizlar 24 tagacha ko'payib olamiz. 24 tadan keyin уже to'g'ri to'qiladi. 20 tagacha ko'payib oldim. Bu yoqiga to'g'ri to'qiyman, 4 qator. Mana qizlar 24 tagacha ko'payib oldik, 4 qator to'qidik. Keyin ikkita to'qib, bitta qisqarish, bitta to'qib keyingisini qisqaramiz va oxirida 6 ta qoldi. Va sintifonni to'ldirib, keyin ustidagi barashkalarni qilamiz. Tugatganimizdan keyin 1, 2, 3, 4, 5 ta olamiz. O'ziga соединять qilamiz, qilgan joyimizga. Mana qizlar bitta liniya qoldirganmiz-ku, o'shandan bunaqa chiqamiz, beznaket qilib соединять qildik. Shu yerdan chiqamiz 1, 2, 3, 4, 5 va yana shu yerda o'ziga mahkamlaymiz. Shunaqa qilib hammasini aylantirib oxirigacha kelib olamiz. Mana varashkamiz tayyor bo'ldi. Bunda bizada mana iplaridan ancha qolib ketdi, sintifoni почти qoldi. Расходkam ketar ekan.